Bugun sizlarga Floyd Mayweather'ning 1 million 300 ming dollarlik soatini, Islom Maxachevning 450 ming dollarlik soatini, Hamzat Chimayevning 210 ming dollarlik soatlarini sizlarga ko'rsataman. Birinchisi Hamzat Chimayevning face to face ga taqib chiqqan soatini ko'rsataman. Patek Philippe Carbon original bilan birga bir ishlangan super klon soatimiz, narxi 16 million 600 ming so'm. Originalini vidini berib turadi. Ya'ni ko'rinishi bir xil. Ikkinchisi Islom Maxachevning Ademar Piguet Tourbillon Cavs modeli. Narxi 5 million 950 ming so'm. Original bilan prям birga bir ishlangan super klon soatimiz. Va nihoyat uchinchisi Floyd Mayweather'ning Ademar Piguet Diamond modeli. Bu sirkoniy toshlar bilan bezalgan. Narxi 12 million 700 ming so'm. Yana qaysi mashhur insonlarning soatlari sizga qiziq? Izohlarda yozib qoldirsangiz, sizga mos, budjetingizga mos variantini ko'rsatib boraman.